Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Namangan viloyat To'raqo'rg'on tumanidan bugun 30-iyun 2025-yilda video joylayapmiz YouTube'dagi Gazablog kanalimizga. Akalar, Gazabloglarimiz 20 ga 30 60 razmerda bo'lgan Gazabloglar. Ular zakazga 10 ga 20 30, 12 ga 20 30, 15 ga 20 30 перегородочный Gazablog ham zakazga qilib beramiz. Akalar, Gazablogdan uy qurishimiz afzal tomoni birinchisi sovuq o'tkazmaydi. Mana teshiklari bo'ladi, mana mayda. Juda mayda teshik mana shunaqangi. Xo'p, termos holatda bo'ladi, sovuq aqabaq o'tkazmaydigan. Ikkinchisi bu pishig'ish, xomg'ish va shlaka blokdan 2 deyarli 3 barobar yengil. Bu 20 kilodan biroz ko'proq chiqadi. Buni hajmini bosadigan darajada g'isht teradigan bo'lsangiz, hop, u 60 kiloga qarab ketib qoladi. 55 kilodan yuqori 60 kiloga yaqin bo'ladi. Bu 20 kilo bittasini vazni. Deyarli 2 barobar yengil bo'ladi. Hop, yana keyin bundan uy qurishda juda tez ko'tariladi uy. Usti boqish tomonidan ham yutasiz. So'z usta boqish o'zi ham ancha qiyin holatiga kelib qoldi. Hop. Yana отделка ishlarida yutasiz. Buni bitta donasini 7000 so'mdan urishyapti. O'zini vodiy bo'ylab 17000 yetkazib beramiz. 16700, 16400. Hop, semen markaziga qarab narxi o'zgaradi. Hop, 17000 yetkazib bergan Gazablogimizni aytaylik 7000 dan ursa sizga 24000 so'mga tushadi bir dona Gazablogga devorga o'rnashi. 24000 klesi bilan 24300 so'mga to'xtaydi. Endi bitta dona g'ishchi donasi 1000 so'm. Pishig'ish bo'ladigan bo'lsa, xomg'ish bo'ladigan bo'lsa 600-700 so'm bo'lyapti. Hisobni oladigan bo'lsangiz deyarli hech qancha farq qilmaydi. Pishig'ishi qimmatroq chiqadi bundan. Undan keyingi holatlari отделка qilishga shunda ustiga hop rodman totdingiz, rodman shuvoq xohlasangiz kafel shuvoq, kafel kleyda shuvoq qilasiz. Ustidan bemalol hop aboy xohlasangiz yana nimadir shunaqangi fasadni ishlarni qilsangiz bo'lardi. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani. Akalar, kimga Gazablog kerak bo'lsa, Gazablog qiziq holat bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Razmerlari to'shna 20 ga 30, u yoq 60. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Mana shu Gazablog kanalimizni ozgina rivoji uchun hop, like bosib, podpisatsiya tashlab qo'ysalar juda xursand bo'ladi. Va sizlarga yana yangiliklar chiqarishda davom etib borardik. Hammalarga kattakon rahmat, sog' bo'lasizlar. Kunlar xayrli o'tsin.